4-masalamizni yechimini o'rganishni boshlaymiz. Masalada nima deyilyapti? Rasmda ko'rsatilgan tuzilmada radiuslari 2r va r bo'lgan K va L plastinkalar bir xil markazli qilib bir-biriga mahkamlangan. Demak, mana K va L. K ning radiusi 2r, L niki r. Bitta markazli qilib mahkamlangan, qotirilgan. Bitta markazli qotilsa nima bo'ladi? Biri aylansa, ikkinchisi xuddi shunday aylanadi. Ya'ni L plastinka bir marta aylansa, K plastinka ham bir marta aylanadi degan. Shunga ko'ra, K plastinka o'q yo'nalishida, ko'rsatilgan yo'nalishda bir marta sirpanmasdan aylanishga oldinga harakatlansa, P jism necha per masofaga harakat qiladi? Demak, mana bunday bir marta oldinga harakat qilsa, bir marta aylansa, mana bu P jism necha per masofaga harakat qiladi? Tabiiyki, bu aylangan vaqtda mana bu yerda ipning uzunligi o'zgaradi va bu ipning uzunligi o'zgarishi hisobiga mana bu ko'tariladi tepaga. Bu qanchaga ko'tariladi degan savol qo'yilyapti bizga. Xo'p. Endi masalaning murakkabligi nimada? Masalaning murakkabligida shu yerdagi mana bu P jism, mana bu L plastinkaga qotirilgan. Bu yerda K plastinka yerga tegib turib dumalayapti. Mana shu chalg'itadi. Xo'p, endi o'ylab ko'raylik. Chizib olamiz mana ipni. Demak, mana bu L plastinka qotirilgan ip. Mana biz demak K plastinkani ham chizib olamiz. Endi bitta o'qqa qotirilganligi uchun boya aytganimizdek, K plastinka bir marta aylansa, L plastinka ham bir marta aylanadi. Endi bu yerda K plastinka bir marta aylanishi hisobiga, mana bir marta aylangan vaqtda o'zining aylana uzunligiga teng bo'lgan ipni o'ziga o'rab oladi. O'zining aylana uzunligiga teng bo'lgan ipni o'ziga o'rab olish oqibatida mana bu yerda ip tortiladi. Qancha tortiladi? Mana buning aylana uzunligiga teng bo'lgan ip tortiladi. Va buning oqibatida mana P jism tepaga qarab o'sha aylana uzunligi, ya'ni L ning aylana uzunligiga teng masofaga tepaga ko'tariladi. Buni yozib qo'yaman. Mana H1 tepaga qarab H1 ga ko'tariladi. Bu H1 nima? H1 mana bu demak mana H1 L plastinkaning aylana uzunligiga teng. 2 pi radiusi esa R ga teng. Mana shuning hisobiga siljiydi. Endi bu yerda K plastinka joyida turmaydi, e'tibor bering. Bu dumalayapti. Dumalayaptimi? Bitta dumalaganda joyini o'zgartiradi. Bitta dumalab joyini o'zgartirgan vaqtda demak mana bu K plastinka L qotilgan ikkalasi birgalikda mana bu tomonga siljiydi. Qanchadir masofaga siljib ketadi. Mana bu yerga kelamiz. Bu siljigan masofani quyidagicha belgilab olaylik. Mana bu yerda edi. Mana bu yerga keldi. Qanchaga siljidi bu? Bu siljigan masofa qancha bo'ladi? L bitta dumalaganligi uchun K bitta dumalaganligi uchun K ning aylana uzunligiga teng bo'ladi. L K deymiz. Aylana uzunligi 2 pi ko'paygan radiusi 2r mi? Nima bo'ladi bu? 4 ta pi r bo'ladi. Ko'rib turibsizki, K ni dumalash hisobiga mana bu yerdagi ip yana nima qiladi? Mana shunchaga tortiladi. Buning oqibatida mana bu P jism yana H2 masofaga ko'tariladi. Bu H2 masofa mana aynan mana shu. K plastinkaning dumalash hisobiga bo'ldi. H1chi L plastinkaning bitta dumalaganda ipni o'rab olish hisobiga ko'tarilish bo'ldi. Jami qanchaga ko'tarilar ekan desa, mana H1 plus H2 ga ko'tarilar ekan deymizda. Demak, qaytaraman. H1 bu L plastinkaning bir marta aylanib, o'zini aylana uzunligiga teng ipni o'rab olish hisobiga ko'tarilish bo'ldi. H2 nima bo'ldi? K plastinka bitta dumalash hisobiga oldinga qarab, mana 4 pi masofaga siljidi, o'shani hisobiga ko'tarilish bo'ldi. Jami P jism bizda qanchaga ko'tariladi desa nima deymiz? H1 plus H2 ga ko'tariladi deymiz. Demak, umumiy ko'tarilish bo'ladi bu yerda. H1 plus H2 bo'ladi. Ko'rib turibsizki, H1 2 pi ga teng. H2 miz 4 ta pi ga teng. Buni qo'shadigan bo'lsak,
6 ta pair degan javob bo'ladi. Masalada nima deyilgan edi? Masalada p jism necha pr masofaga ko'tariladi degan. Nechta bo'lar ekan? 6 ta pair masofaga ko'tariladi degan javob bo'ladi. Bizda bu S javob bo'ladi. Demak, tushunib oldik. Demak, H1 bu mana bu L plastinkaning o'ziga bir marta dumalaganda o'zini aynan uzunligi teng ipni o'rab olish hisobiga bo'ldi. H2 esa mana demak K plastinkaning bir marta dumalab oldinga o'zini aynan uzunligi teng masofaga siljishi hisobiga bo'ldi. Demak, javob 6 pair bo'ldi. S javob ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.